Assalomu alaykum. Biz hozir sizlar bilan my.sport.uz sayti orqali jismoniy tayyorgarlik darajalari sport sinovlari uchun ariza yuborishni ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi navbatda saytdan ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Biz buning uchun my.sport.uz saytiga kirib olamiz va ro'yxatga o'tish oynasini bosamiz. Ushbu oynani bosganimizda telefon raqamimizni yozib olamiz. Telefon raqamimizni yozib olganimizda quyida parolni kiriting, parolni qayta kiriting, ya'ni parol o'ylab topishimiz kerak. Parolimiz kamida 6 xonali son bo'lishi shart. Parol o'ylab topamiz. Takrorlaymiz. SMS kod olish. Telefonimizga SMS ketdi. Shu joyda bitta ma'lumotni aytib o'tib ketmoqchiman. Telefonga bir martalik kiruvchi SMS uchun ma'lum bir miqdorda mablag' olinadi. O'sha uchun telefonda ma'lum bir miqdorda pul bo'lishi shart. Agar telefoningizda pul bor, SMS kelmaydigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, unaqada aloqa operatoriga murojaat qilish orqali sizga menga qisqa raqamdan kiruvchi SMSlar ishlamay qoldi, ya'ni qisqa raqamda SMS kelmayapti deb murojaat qilsangiz, aloqa operatori sizga ushbu muammoni bartaraf etib berishadi. Demak, SMSni kiritib olamiz. Tasdiqlash. Tasdiqladik va ommaviy oferta bilan tanishib, qabul qilishni bosamiz. E'tibor bersak, pasport ma'lumotlarini kiritishimiz kerak. Pasport ma'lumotlarini kiritib olamiz. Tug'ilgan sanasini kiritib oldik va rasmdagi kapchani kiritamiz. Kapchaga e'tibor bering, boshqa harfda yozilgan bo'lsa, boshqa harfni kiritishimiz shart. Qidirish tugmasi bosiladi. Qidirganimizda shaxsga doir ma'lumotlar quyidagi oynada chiqdi va keyingi tugmasi bosiladi. Keyingi tugmasi bosildi. Demak, biz my.sport.uz saytida ro'yxatdan o'tib bo'ldik. Endi ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan so'ng ikkinchi qadam sport sinovlari uchun ariza yuboramiz. Buning uchun mening arizalarim bo'limiga kiramiz. Jismoniy tayyorgarlik darajalari sport sinovlarida ishtirok etish uchun ariza. Hali birorta ariza mavjud emas. Biz yangi arizani shakllantirishni boshlaymiz. Demak, qo'shish arizachi o'zim JTD turi sport maktabi. Ya'ni siz sport maktabiga borgan holatda sport sinovlarini topshirishingiz mumkin. Shu joyda bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Bitta ishtirokchi bir vaqtingizda ham ixtiyoriy, ham maxsus sport sinovlarini topshirish imkoniyati bor. Biz hozir ixtiyoriy sport sinovlari uchun ariza yuboramiz. Demak, arizachi JTD turi ixtiyoriy pastga tushganimizda o'sha sinov topshirish hududini tanlashimiz kerak. Demak, hudud tuman shahar, Termiz shahar va tashkilotni tanlaymiz. Tashkilot tanladik va oxirida saqlaymiz. Saqladik va arizamiz qabul qilindi. Agar ishtirokchi arizasi topshirgan arizasi rad etishni xohlasa, bekor qilish orqali uni bekor qilib, yana qayta yuborish imkoniyati bor. Biz hozir bir marta ixtiyoriy uchun ariza yubordik, yana bir marta mana maxsus uchun ariza yuborishimiz mumkin. Demak, sport maktab, maxsus hududni tanlaymiz. Tuman shahar, tashkilot, saqlash. E'tibor bergan bo'lsak, bitta shaxs bir vaqtimizda ikkita ariza yuborish imkoniyati bor. Ya'ni bir marta maxsus va bir marta ixtiyoriy. Xuddi shu tartibda arizalarni yuborishni davom ettirishimiz mumkin.